Shaharchagacha olib ketmaysizmi? Vokzalgacha. Mayli. Trentagacha yarim soatlik yo'l. Nima qilyapsiz? Tezlashgandagi shovqinni eshityapsizmi? Yo'q. Ventilyatorning kamari bo'shashib qolgan. Nima? Tormozni bosganda oyog'ingiz tushib ketyapti. Demak, tizimda havo bor. Yana nima? Shu xolos. Ha, orqa g'ildirak yeyilib ketgan. Oldingi g'ildirakka esa havo yetarli damlanmagan. Shuning uchun ham mashinangiz lopillayapti. Bekorlarni aytibsiz. Bir hafta oldin texnik ko'rikdan o'tganman. Yaxshi tekshirishmagan. Eng yaxshi va qimmat tekshiruv. Mashinam yap-yangidek. Sira ham tashvishlanmang. Juda ham shoshilmayapsizmi?